Nav işiniz bo'lsam to'xtatib turinglar, shu videoni oxirigacha ko'rib, videoni maksimal darajada hamma yakkalarga tarqatishingizni so'rab qolamiz. Qaranglar. Telegramda firibgarlik eng yuqori cho'qqisina chiqdi, ya'ni fuqarolarga ommaviy ravishda mana shunga o'xshash profildan, ya'ni go'yoki prokuraturada ishlaydigan xodimning ism, familiyasi va rasmi qo'yilgan profildan fuqarolarga mana shunday rasmiy ogohlantirish xatlari kelib turibdi. Ya'ni bu ogohlantirish xatini o'qigan bo'lsangiz, sizda MIBdan qarzonlik bor deb aytish mumkin yoki bo'lmasam chetdan chiqish uchun sizga taqiq qo'llab yozilgan bo'lishi mumkin. Xullas, sizni qo'rqitadigan bir narsalar yoziladi, keyin pastda qarasangiz imzosi bo'ladi va pechati bo'ladi. Keyin siz nishadasiz, qarasangiz imzosi bor, pechati bor va qarasangiz rasmiy davlat tashkilotida ishlaydigan xodimning ismi va rasm familiyalari turibdi. Keyin ishonasdan mana bu ilovani ochasiz. Agarda siz shu holatda mana shu narsalar ishonib turib, mana shu ilovani ochadigan bo'lsangiz, sizni plastikdagi hamma pullar uxlaydi. Hamma pulingizni sirib-sipirib oxirigacha oladi. Shuning uchun iloji boricha barcha yurtdoshlarimizdan shu videoni maksimal darajada tarqatishni so'rab qolamiz. Ya'ni prokuraturada ishlaydigan, ichki ishlar xodimlarimi, bank xodimlari, xullas hech kim sizga hech qachon Telegramdan rasmiy ogohlantirish xatini tashlab bermaydi. Tashlab bergan taqdirda mana buning ilovani sizga tashlab bermaydi. Shuning uchun iloji boricha maksimal darajada hamma yakkalarga tarqatinglar. Sizga chiq profildan no deb SMS xabar kelishidan qat'iy nazar hech qachon mana buning ilovalarni ochmaslikni barcha yakkalarga yuborib eslatib qo'ying. Ochmasalar, agar ochadigan bo'lsalar, hamma pullarni o'g'latadilar.